hayratlanarli, lekin bu jonzot suvda yashaydigan suyuq jili. Ishonmasangiz ham bu haqiqat. Bu ice fish, ya'ni muz balig'i deb ataladigan noodatiy tirik mavjudot. Uning tanasi uzun, kumushdek oq va shunchalik yorqinki, suvdan chiqarilganda go'yo jonli jili qo'lga ilingandek bo'ladi. Ular shilimchiq guruh holida qimirlab, yuzasida yorug'lik aks ettirib turadi. Eng ajoyibi, bu baliq deyarli shaffof. Ularda tuk ham, rang ham yo'q. Hatto qorindagi ovqatni ham ko'rish mumkin. Go'yo tabiiy shaffof rejimini yoqib qo'ygandek. Bu ruh baliq juda zaif, faqat 1 yil yashaydi va deyarli har qanday hayvon uchun oson ov. Shuningdek, ularning go'shti Yaponiyada delikates hisoblanadi. Odamlar ulardan tuxumli omlet pishirishadi yoki hatto sushi sifatida xom holida yeyishadi. Lekin shunday shaffof, ichagi ko'rinib turadigan baliqni taom sifatida ko'rish biroz qo'rqinchliroq, to'g'rimi? Endi savol, agar sizga shunday baliq pishirib olib kelishsa, yegan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.